Sen 99'larda köp uylanishgani yo'q-da. Yo, atiya qilishyapsan. Olimjon, senga va'da beraman o'g'lim. Masha uylanmasam, kuzda uylayman seni. Qara Olimjon, birov chaqiryapti. Qop, abitda ham odamlar tinishmaydi, onasi deymisan. Keling aka. Aka kredit masalasida keldi. To'lamayotgan ekansiz 22 million bo'lib ketdi. Jon aka keting, kredit olganim dadam bilmaydi, o'zim chilayman. Olimjon, kim ekan o'g'lim? Dadam tilamchi ekan. Jon aka keting, dadam bilsa siqab yuragimni. Olimjon, ish qilmaysanmi? Nima bolam? Non sogani qopmoqi yo'q bolam? Yo, importli tilamchimisan sen? Nima bo'laman, tog'a? Xola mashatda, xola sen bolalaring yopdi. Tog'a bankdan keldim, kredit bo'yicha. Qora pechenli, biz 7 kishimiz kredit olmagan. Nima deyapsan? To'g'rimi Olimjon? To'g'ri dadam. Tog'a nima deyapsiz? O'g'lingiz Olimjon 10 million kredit olgan. Shuni o'zi vaqtida to'lamagan uchun 22 million bo'lib ketdi. Shunga keldim men. Nima? O'g'lish? Olimjon, oyog'ini sindiraman deb maslahat maqat hayvon. Boyascha tipiyat. Onani demga demasa kredit oladigan bo'lgan. O'z bosing. Odam meni bo'g'yapti. Meni bo'g'yapti, nafas qilyapti. Oydo, meni urdi. Olimjon, so'l chaqirib olamiz, ko'l chaqirib. Dadam akam suyapti. Dadam akam suyapti. Son joyiga qo'yib ket. Olimjon ketdi mana bola. Shekilli dadam. Ammo yomon qildi dadam. Mana shunaqa bo'lsang ketmayapti. Endi seni yomon qilaman. Hayvon, bu hayvon kredit olasanmi hayvon?